uyda sauna qilaman deydigan ishqibozlar uchun mana shunaqa 120 litrli titanimiz chiqqan. Tagida mana bunaqa tosh qo'yadigan joylari bilan. Nima deyapti akalar? Ilhom mashina qo'yib yubor. Shundoq ustiga qo'yib yubor. Men bu yog'ini chut qilib tushuntirib beraman inshaalloh xudo xolasa. Xo'p, mana bunisi yonkisi bo'ladi. O'sha ustiga qo'yilgandan keyin bu yoqdan garelkani sekin tiqib qo'yasizlar. Sekin yoqib qo'yib, toshlarni ustiga suv sepib, bemalol o'tiraverasizlar. Mana bu tosh terilgan joylardan suv sepsanglar parli chiqadi. Agar mana shunaqa narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol to'pli domga murojaat qilaverasizlar. Mana bu tagida даже slivnoylargacha qilingan. 1 yilda bir marta tozalab turilsa, bu titan ko'proq ishlaydi bo'llar. Mana bu sovuq suv kiradigan joyi, mana bu issiq suv chiqadigan joyi. Mana buga avtomatik davleniya puskatil qo'yib ketiladi. Tepadagi turbalarga e'tibor beramiz, qaranglar. Vapshim, qalin, keyin top-toza. Yengida turbalardan qilingan. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, bor, mana bunaqa ichiga mis turba o'rab turib, bollar ham qilib yuboramiz, okalar. Mana shunaqa kosiniy bollarmi, oddiy bollarmi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu to'pli domga murojaat qilaverasizlar. Hozir mana bu mis turbani mana bu katyolga o'lyapmiz, mana ko'ryapsizlarmi? Restavratsiyaga kelgan, oki ko'ribdilar. Qisqasi internetda menga mana shunaqa kosiniy bollar qilib bergan, katyolimga ulab qo'yaman deb. Bollarni garelkasini yoqmayman, faqat yozda foydalanaman. Bitta katyolni yoqqanim o'zida hammomni titanium issin deb aytuvdilar. O'shaning uchun biz mana shunaqa misturba o'rab turib, ichiga tiqib bollar qilib beryapmiz. Agar mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol to'pli domga murojaat qilasizlar. Telefon nomerlarini har doimgidek pastda qoldiraman.